kim yiyip sizin tutunuz cuma? Su çıkarış maşinesi neymiş ki su çıkamaydı. O bu attı bile maşinanı alamdı. Nime davet sen? 2 günden beri hepilisi batıdı o. Kandak bilse? Bilime, kandak ahvaldan karagandı bunun elegi meyli vaksaydı. Şunda, men açı bu maşinan çatığı bekçi olsaydı. Kandak oldu. Hem ünelerimni iş kısasam mı? O bir narsa hiç kımırlayım demeydi. Şunun karaganda çatığı çok okşaydı. Yüzdegilik maşinisazlık zavudu mu? Gaz cancanını çakırıp verin. Sen Hazı mı? Ben bağvençilik meydanındaki Hahamut, kandak ahvalım. Özanın ahvalı kandağırak. Körüşmegili hayli oldu. Özan sağ salamet, ovdan turu otam sen. Şergi kaçan kilise? Eti yığınғы kilimendem sen? Hey! Bıraklı yetkilip kilivasan bulmamdı. Rəmə xammo, xatırcam bosu olattı, he? Ey ağine, eylik sizler bizge yardım kıran canvanın geligi süngek turup kaldı. Bir neç gündün bir hepimiz hiç amal kılamadık. Azir, bağ mı su içimendeydi, meyveler mi su içimendeydi, küzlük ziraatlar mı su içimendeydi. Adem evet limit kıldırıp vermen dedin mi? Ne haydi yakşı? Kimle versen? Kerim? Men barmen ma? Başkalarının ammesi keçilik senin dişlavazsa. Senden başka kim vardı? Mana bu ondan kırk ötkende mağdığan maşininin bileti. Yine 1 saat 40 minut vakit kaldı. Jigit, vazifeni yaxşı orundap gelgin. Bağvençilik meydanı seni 4 gözüyle kütüp duruvatıdı. Bağvençilik? Can, hatırca bulun. Cipini çokum, yaxşı orundap gelime. Girip hayırlı kılay. Karkoş. Raziye, ondan balam, oppak kızım, gep anla, ha? Enis akam keşke ağıl gelmiş ol. Nemiş ki akam ağıl gelmişsin deyse balam? Akam edemi kok dizkenmen, kok aytkenmen. Akamның çö, bugün akşam naytı muhim işi var. O seni ağıl kelmeydi. Apa! Oy, akam gep kaldı o. Hey! Apa! Akam ana. Raziye? Ben ağıl beni. Yaxşımsın. Hoş emse? Hayır. Apa, zavutlu meni bağvançilik meydanıga maşirimi kılışka evetti. Kaçanlıkı nağısı? Saat 10'dan 40'da, keş diyene kaytıp gelime.
Ondan 40 mı amsa? Vay Xudayım. Oram 1 saat 40 minutlu vaqt qaptı o. Öyge berip çayını içip tayarlığını qıgın. Akşamlıqı başka iş var. Neymiş? Öyge vaqanda deymen. Gire, öy ketimiz. Apa, ben yeni bir narsa ele olay. Vay ay. Çıpsan gel amsa ha? Apu! Çaqqan çayını iç. Maqul. La. Çayını iç deymen. Kechikip qalsa. Aldırmışsam kiyimlerim niye güçlü olay? Hey, bağvançilik kim ol, kiyim yok kep baram sen. Çapsan bol. Hop. Canım balam, kechikip qalsa. Maqul. Kerim, kechikip qalasa deyman. Nima aqtiryapsa? Uyni nimancha olamalim qilyapsan, ha? Kerim. Kerim. Bugün sana nima bo'ldi? Bog'vanchilik maydoniga boramsa, yo'q. Kim bormayman debdi. Qiyirishqandek pichoqni g'ilipini topolmayaptimi? Bu g'ilap, buvangdan dadangdan sana qolgan tavarik tursa, 50-60 yildan beri yo'qolmay, sening qo'lingda yo'qolsa qandoq bo'lg'ini? Yaxshiroq o'ylab baqina, nada qo'ygansan? Hey, apa, qiziq gap qildi kelsa. Nada qo'yganligimni bilsam, izlab avarolamdim. Men oldirayman mang'ili. Eshigim oldiraydi, yotqili degandek oldirganda bu falokatni ko'ring. Sen yaxshiroq o'ylab baqina, zodi nada qo'ygansan? Texi oqshomni batdi. Ish qilib mucha uyda. Undaq bo'lsa, izdimay qo'y. Mashinani g'ilab bilan remont qilmagandan keyin men oldirmay izdab deb qo'yay, ha? Sen chapsanman. Apa, onundan ayrılsam ko'nglim tinmaydi. Onu hech qachon yenimdan ayırmaydiganligimni o'zing obdan bilsan o. Apa, ish chopinim qani? Voy. Bir narsa pufaydi o. Kuygan narsaning purg'i. Voy. Xudoyim saqlab, elimi uyvaranning hammasiga o't ketmabdi. Buna chapsam. Mashina mangadiganga 30 minutli vaqt qoldi. Chayingni ichibman. Yaxshi ishlab kelgin bolam. Kandırıp xalqning kulgisi qap yurmagin yana, ha? Apa, xotirjam bo'g'in. Bog'vanchilikka borsam, men u yerda olaydi katta texnik olaman. Ular meni 4 ko'z bilan kutib turibdi. To'lib o atmay. Sen u yerga berib yaxshi ishlab, yaxshi nom elib kelgin. Hey, elig'os suv tortish mashinasi ekan. Undan cho'roq narsasini shama qilib o'taman. Mashina menishga ara 15 minut vaqt qoldi. Nima? Chaqsam bo'lamsa, qo'shig'im to'ydimi? Yeydigan bir narsa evalamsa, ma, manamni elib olgin. Bo'lar. Bog'vanchilik maydoni to'sa, qo'saq yeydigan narsa topilmamdi. Menga taqadak bir narsa bergina. Nima qilasan? Kerak yo'q qiladi. Apa? Ha? Mana. Mana.
aka. Bugun kechda tavuzga ishday saqlab turinglar, ha? Kerim. Ay Kerim. Ha? To'xtab turg'ina jenim balam. Muhim bir ishni unutib qolib tasli qaptiman. Oqshomlik qaytishingda cho'qim hammachang bilan yo'liqqin. Qizchaq, bir yeringiz og'rimaganmi? Bu etingizga jugan selvasangiz yo'q-dak, ha? Nima? Qoida bilmay yo'lni o'tirib turib olganlar jugan silish kerak. Sendegicha men davolay deb degan gapini qarab tekib. Kerim, u heliqi Tursun injenerning qizi emasmi? U degan dangliq agronom. Sen uningga nimishga qalaymiqqan gap qilsa? Tasimi bir peshim nima ekan u? U agronom bo'lsa, men professor. Qancha bir cho'ning bo'lib ketsa, baribir ayolda. Qizil bayroq bo'lsa, qandrayni qiladigan mashina mangdi. Navbatchi yo'lda o'chirat bilan mashinaga chiqsinlar. O'rtadir bo'lsa, Bo'ston maydoniga boradigan yo'lovchi yo'lda mavi mashinaga chiqinglar. Navbatchi yo'lda o'chirat bilan mashinaga chiqsinlar. O'zbekcha diqqat qilinglar. To'xta! Mashina to'xtat! To'xta! Men chiqolay! To'xta deyman! Mashina to'xtat! Mashina to'xtat! Bo'lmaydi, bo'lmaydi. Meni jiddiy ishim bor. Mashinam ketib bo'lmaydi. To'xta deyman! To'xta! Hey, bu nima qilganingiz? Gulga o'z keldimi? Xafa olmang qizchaq. Mening nihoyatda jiddiy ishim bor. Ishni ichib, ichi kirmay, ha? Her qancha jiddiy ishingiz bo'lsin, ketayotgan mashinaga islamsiz. Siz nega bormoqchi? Biletingiz qani? Bilet? Bak. Mana bilet. Yo'ldosh, bu mashina Qizil bayroq qo'ng'ishig'i bordi. Bog'lanchilik maydoniga mashina bordi. Siz kechikib qolibsiz, mashina qo'zg'alib bo'ldi. Yo'q. Ay, mashinaga yetib bo'lmaydi. Mayli. Mashina to'xtat! To'xtat! Mening jiddiy ishim bo'lsa, sizlardan ishga mashina to'xtatmaysizlar. Sizlardan kimichi xizmat qilasizlar, ha? To'xtat! Qizlar? Mening g'alibim! Mening g'alibim! Mashina to'xtat! Nim bo'ldi? Nimanchi vaqiraysiz? G'alibim mashinada ketdi. Ayni. O sizning nima? Albatta meningda. Ishonmamsiz? Mana. Oy. Men mashina g'alibini izlayman deb kechikib qoldim. Qaramamsiz. Men bu yerda qat qilib g'ilobning mendan burun mashinada ketib qolganman. G'ilobingiz qandaqsiz mashinaga chiqib qoldi? O'zim uqmayman. Balkim go'zal manzaralarni sayohat qilgisi kelgan bo'lsa kerak. Qizcha, endi qanday qilamiz? G'ilobingiz uchib ketmasalar, shoferga telefon berib qo'ysam, og'ach keladi. Siz qayerda ishlaysiz? Adresingizni yozib olay. Kim xabar qilaman? Men yezigilik mashinasozlik zavodida ishlayman. Men taxsizni cherishdimakin deb qopdiman. Onundan mı az dolu xabarim bor. Agar xohlasangiz sizga mı bir necha nomer ko'rsatib berishim mumkin. Rahmat, boyatdan ko'rsatgan nomerlaringizni yetib boshladi. Qoida bo'yicha qatnash tartibini buzganligingiz uchun jarimani qo'yish kerak. Bo'pti, bu qatim kechirim qilaylik. Nima? Ölmekning ustiga tepmek degandek, mashina chiqarmaganning ustiga atiq jarimani to'lamdim. Qandaq bo'lsa, nimishqa mashinaga ulgurmay kechikib kelasiz? Men cho'ng ishlarni muhokama qilaman deb kechikib qolibdimi? Sizlar xalq uchun ishlash pozitsiyalarini to'g'rilanglar. Men hukumat ishidan ketyapman. Meni mashinadan qoldirib qo'yish asli sizlarning xatolig'inglar. O'zinglarni tekshirishinglar kerak. Men sizga aytdim-ku, mashina bekatdan qo'zg'algandan keyin yarim yo'lda to'xtatishga bo'lmaydi. Mashinaga isirish qatnash tartibiga xilof. Bu qoidachi, prinsipchi yo'ldosh bo'pti. Biz talashmaylik. G'ilavimni qacha olaman. Xatolig'ingizni bo'yningizga olib, qoida usulini to'nig'anda olasiz. Bo'pti, men o'g'labni sizga sovg'a qilib etdim. Kechiring, sizning sovg'ingizning menga keragi yo'q. Sizning qoida usullaringizning menga keragi yo'q. Xudoyim menga sizga o'xshash qizni ikkinchi yo'liqtirmasin.
Voy Xudoyim, jenim balam, sana yana nim bo'ldi? Tura o'rningdan. Hamma peshkanlik mangla kelamdi. Asta, bu saganchi qanday qilib yeyishilib ketdi ekan, ha? Xudo o'zi biladi. Shuncha oldirapmi, baribir ulguramabsan. Ikkinchi qitimliq avtobus soat nechida mangadi? Soat 1da. Onda qo'sa atdigan borasi. Anda qanday bo'ladi? Ular meni saqlab turayotgan bo'lsa. Ama Sammachaqning qishi qachon borsa? Apa, o ishga mening zodi meylim yo'q. Nima deding? Hey, sarang olib qoldingmi? Sammachaq sening uchun shuncha ovar bo'lib, bugun akşam muhim ish bor deb qo'ygan tursa, bormasang bo'lamdi. Shaharning qizlaridan tazmi bezor bo'ldim. Ular hadislar erlarga taqallishib ekan. Qandoq dema balam? Shaharda mo yaxshi qizlarni ayt ko'p. Hay, mening ta'lim ajaldan ta'tir. Bog'lanchilik maydoniga bormaganligimni boshqalar bilib qolsa, men qanday qilaman? Anda qos velosiped bilan borsangmi, kechga ulgurib kela olaysan. Nima? 30 kilometr yo'lga qandoqmi velosiped bilan berib kelgan bo'ladi deyman. Uni desammi, unumasang? Buni desammi, unumasang? Qanday qilsam bo'ldi amisa? Apa, birisi keldimi nima? Havaxonada yaxshi turdingizmi? Ha, tuyg'unmisiz balam? Qani, keling. Tag'am yuzdan biroz qo'g'inib yotibdi ekan. Opam seni mi yig'ilsaksin deb yig'atdi. O'tiring. Baxmi avar bo'libsizlar balam. Voy. Kerem bog'vanchilik maydoniga bormabdi-da. U og'rib qolgandi. Keling, uyga kiring. Keling. Balam. Voy qo'sqa. Tuyg'un ketdi. Voy. Sening qo'sig'ingning og'rig'i biroz yaxshimi? Yo'q, opa. Men bo'ldi ekan, qo'sig'im to'lg'ab og'rib turibdi. Biroq sen meni bog'vanchilik maydoniga evatmay qo'yding-da. Voy. Shundoq. Uni bog'vanchilik maydoniga men evatmadim. Uning qo'sig'i og'rib turibsa. Qandaqroq og'ina? Men seni doktorga olib borib ko'rsatib boqaymi? Yo'q, kerak yo'q. Birdan yotsamla olinib qolaman. Siz kechilik ismindan tushibla tamoqni yemagansiz. Men sizga tamoq qilib beray, o'tiring. Rahmat ada, tamoq yedim. Tamoq yegan bo'lsangizmi, biz bilan yana yemansiz. Voy. Doktorxona yaqin bo'lgandan keyin men seni olib borib ko'rsatib boqsam qandoq deysan? Yo'q, kerak yo'q. Bog'vanchilik maydonidagilar meni suv chiqarish mashinasini remont qilib berdi deb kutib turayotganda, mening og'rib yotganimni ko'rmabsiz. Voy. Ikkinchi qitimliq avtobus soat nechida mangadi ekan? Soat 1da. Ulgurdi ekanman. Nima deyapsiz? Bugun soat 5da Tursun ustamni uyga berishga kelishib qo'ygan. Endi men qizlar va'dalashib qolgan ekansan-da. Hey, sen bu bo'sh emasmi? Nima gapni qilyapsan? Ustamning qizi borligini tunji qitim sening og'zingdan anglayapman. Bo'ldi, menda yoshirmay qo'y. Qara, yuzlaringni qizarib ketdi. Vo'g'o, dangliq agronom. Naydim güzel, sho'x qiz. Biroq uni ko'ndirish osonga tushmaydi. U kelgusida sening Bay sen kirishdan ilgari birdan talog'i yugurib, og'ir bo'lolmay oyog'im bilan yetib olgandim. Emas yetib olgan. Yo'q bo'ldi, to'la yetib zerikib ketdim. Hozir qo'zig'im to'lg'ab og'riyotdi. Andaq bo'lsa, doktorni men mushagini chaqirib kelay. Yo'q.
Hazır mening ansirayotganim bog'bonchilik maydoni. Bundaq bo'lsin. Bog'bonchilik maydonga velosiped bilan 3 soatda yetib bag'il bo'ladi. Sen xotirjam yetib demag'in. Men berib ularning suv chiqarish mashinasini remont qilib berib kelay. Bugun soat 5da sening hali muhim ishing emasmi? Bog'bonchilik maydoniga o'zim o'milab bo'lsin borman. Yo'q, sen xotirjam demag'in. Men bir iloji qilib soat 5ga ulgurib yetib kelaman. Tuyg'un. Tuyg'un ketib qoldimi? O velosiped bilan bog'bonchilik maydoniga ketdi. Tuyg'un qoldi yigitchimi? Voy, sen ne görsen? Men Tuyg'undagi qoltisi yigit degan nomga erishib kelay. Anda qilma balam. Birdamdan keyin sen tek hammachangning qishig'i borsa. U yerga o'zing bor. Sen bormasan qandaq bo'ladi balam? Hammachangning o'zangili deydigan gapi bor. Sen berib hammachamga o'g'lim o'rin, o'yin qildi. Mağız pütüye yatsı bir ağrıydıgan meyip onu kızlar yaratmaydı dep koymamsa. Oy canım balam, eki balam, şok balam. Apa? Ha? Ras, bugün hammacam demalı demez mi? Şuna onu öyle baraylı. Bomuzu bir yagi biraz kep ben kanda kılımı. Bu gepin mi doğru? Şu yagili keteylik. O yagi hiç kim mi bağmaydı? Muşunda alın mağazamıza altı kilerden biraz yolu kıpkasım çö. Emiz kanda kılımız. Amal taptım. Apa, sen çok koçuyla ketiyle ben bağına temirden atılıp adam yok ah koçuyla yitip varım. İşkimiz hammacamdan davulsuz aldı da uçuruşaylı. Makul. Onda kus ben kettim. Sen mi içtik bağına? Hey! Bütün meydan namınızı sizge rahmet eytimi. Ciddi peytli bizge ispattınız. Çoğun hemdin bizi de kutkazdınız. Rahmet sizge, yoldaş Kerim. Tağa, bu bizning qilishga tegishli ishimiz. Javobgarlik bizning zavodda. Men qaytib borgandan keyin bu mashinani zodi kimning qurashtirganligini aniqlab ko'rib boqay. Men shu ishga vakolatan sizlardan afv so'rayman. İşte yok. İş kılıp maşını oğlandı. Biz işçi dehqonlar bir aile. Senin, mening deydigan gap yok. Kerimka. Qani, qo'lingizni yuviling. Qani kelin. Kelin Ufka. Bu yılki yeni soğutuk meyvelerinin teminini tetik et. Rahmet ağa. Mening nəhayət ciddi ishim bordi. Ulgurib bormsam bo'lmaydi. Uka,
Avvaldan qaraganda siz texnik işlerine nəhayət qızğın ekansiz. Mən boş vaxtlardan faydalanıb sizə remote işlerini öyrətib qoyay. Nəhayət yaxşı. Mən oxursam maşın işləyəndə. Əgər siz öyrətib qoysanız, mən çoxum yaxşı öyrənib alaram. Bu təklifimiz nəhayət yaxşı oldu. Biz texnikini egalləmisək, çataq çıxsa, yenilib sizlərin beşinlərini ağırtırız. Amma adam sizə oxşaş biz dihqanlığa köngül bildiğən bolsa, yezigilikini maşınlaşdırış aldın əməl qaşıdı. Qelim, dasqanlı Rəhmət ağa, bu mənə çigil oldu. Bu türlü işim batı, bağımsam bulmaydı. Qarxoş, iş bol kilpin verəsən. Onda xoş qıcıl qınmaylı. Eli çaqanma. Kerim. Aldıraçlıqda çapını unutup qaptı, ha? Nə apır belə? Oldu qoy. Meni şəhərgi məyliski çaqırtıptı. Birdən deyikən şəhəri kirmən. Üzəm ağaç baray. Kerim, həqdən yaxşı bal ekan. Onun yaxşılıqlarını mən zavod rəhbərligiga inkaz qılıb qoyar. Şundaq mı? Ular şundaq usul bilen tanışsın. O kızcı şundaq yüzü töven. Nuaytım munayım. Bək yaxşı kız. Men kızının işçiden onda kızdan birini tapqılı olmaydı. Hey, qara. Mening bu balam bək tüz. Onunla kızla osanlıkça yakınlaşmaydı. Sen onunla yardım kılgın. Hey? Sen ulanı bugün akşam uçurşudu dedin go. Ha şu uçurşuduğanlığını sen onun özü bile dep koygun. Makul, hadi bile deyme. Otta. Ukam, bugün sizler uçurşuduğan tazını yaxşı pürsətken. Ulanın təşviqatdığı bağcı klubu da oyun koyudu eken. O kızcı Kızılgül usulü da 10 kuluğa Kızılgül takap çıkıdı. Sen çok ara. 2. rəd 13. orunda kolonga gitar tutup otursan. Şunun bilen tanışıp mı kalırsılar? Sen, belki gepler insanda mı? Esimdə. Hadi, Kerim soç gitti. Vay haram, ne oldu? Bək isip ketkendim şuna. Çok deyip ağırtkanlığın yana. Şey bulamam. Velosiped qandaq taşırak buludu? Bu palaket her qandaq qısam oğlanmayıvatıdı. Koyma avar kıldı. Velosipedinizden qayri buzilib qaldı. Zincir üzülüp ketdi qarmansiz. Sayman apırış üçün. Yüzüğü bağanttım. Muşak yegende buzulup kılıp. Sadıl oğuşayamayıvatıma. Bunu hiç amal tapamadım. Saat 5'teki ciddi işim battı. Qandaqını qılamı? Qine, men yasnab baqay. Sizni avar qıldıqan boldum da. Rastımda aytsam, bugün saat 5'te mening ciddi işim batdı. Şundaq mı? Andaq bolsa yolunuzga meneyverin. Belki ciddi iş yok adamdan. Yani biraz kep qala.
Gerek yok. Elimi yaxshi suvga yiqilmadingiz. O chaqda texim chiroyli bo'lardi. Buning hammasi mening kasobatimdan bo'ldi. Endi qanday qilamiz? Men buni birdamli yasab bo'laman. Siz soat 5da jiddiy ishim bor degantingiz-ku. Meni kutmay ketavering. Yo'q, soat 5da sizim jiddiy ishim bor degantingiz-ku. Siz mening velosipetimga minib ketavering. Yo'q, oldi bilan siz ketavering. Men akshi bo'lgandan keyin miramga otib bo'lsam ketalayman. Yo'q, men boshqa bir iloj qilaman. Ma'qul deb velosipetimga minib ketavering. Ha, saymonlarni kelib o'ting. Yeziglik mashinsozlik zavodi. Hey, siz yeziglik mashinsozlik zavodida ishlaydi ekansiz-da? Ha. Qandaq bo'lsa, Tuyg'uni tanimsiz? Taniyman. Sizmi tanimsiz? Biz xeyli burunli tanishgan. Biroq hech yuz ko'rishmaqmidik. U egizmi, pakami, semizmi, yo o'roqmi buni bilmayman. Emis uning bilan qandaqlash tanishgan? Oliy maktabni bitiribla mushaga taqsim bo'pti. Dadamning aytishicha, men kechkisi men ishlayotgan chaqda u doim bizni uyga kelib, dadam bilan texnik yangilash ishlarini muhokama qiladi ekan. Uning ish izlari gazet, radiolarda tanishtirildi. Yaqinda men u loyihalangan bir chertyojni ko'rdim. Siz uning chertyojlarini ko'rib, tozimi mazaq qilgansiz, a? Nindavatsiz. To'tni zamonaviylashtirish yo'lida jon pido qilib ishlayotgan shundoq ilg'or yoshni mazaq qilamdi. Ahvoldan qaraganda sizchi, uni ko'rolmaydigan o'xshaysiz. Biz ana shundoq yoshlardan faxrlanishimiz lozim. O, shundoq. Biroq nim bo'pti. U bola siz deganchilik emas. Sizning rostlashingiz bor ekan. Boshqalar uchun ko'yindigan sizdek odamni mundaq ichtar ko'ramas deb o'ylamabdi ekanman. Afo qiling, men ketdim. Bugun kechqurun soat 5 deylik Tuyg'un degan bola bizni uyga kelmoqchi. Meni uning yetkazdigan bir xo'sh xabarim bor. Uningga tayyorlab qo'ygan ozroq sovg'ammi bor? Hey, to'xtab turing. Siz meni gapingiz bor. Chaqqanroqdan. Men kechikib qolmay yana. Kechiring. Siz Tursunistonning qizi bo'lamsiz? Shundoq. Bayatin siz da'vatgan Tuyg'un men shu. Chaqchaq qilib atmaydigansiz? Sizkensiz-de. Yo'ldosh Tuyg'un. Meni o'tsin Mahira. Baya o'qishmaslik bo'lib qopti. Qani, boshqadan ko'rishaylik. Anglashimcha siz dangliq agronomkansiz. Uyingizga har qitim bag'inimda o'zingizni ap qochib yurmagan bo'lsangiz, bugungi kunda bu komediyam o'ynalmagan bo'ladi. Bundan keyin bunday komediyaning bo'lmasligini umid qilaman. Bu komediyani o'ynalganligimi biz uchun unutilmas xotira bo'ldi. Qiziq. Rastımda aytsam, bu yer uchrashib qilishimizni xiyolimga keltirmabdiman. Bu men xuddi tushdek tuyulyotdi. Andaq bo'lsa, o'yg'ansiz. Bularni hammasini unutib qolg'adaksizda? Yo'q, o'zim shunda o'xshatqinim. Bo'ldi. Kichik ustam. Yo'ldosh agronom, yo'lga chiqamdiq. Qarang sizni. Bismillah turiblar, odamni sog'liqqa qoltirdingiz-ku. Men qanday ustam bo'lay? Qani, jiring, yo'lda ketib qaranglaylik. Shunda qilaylik. Siz laylagan sutbarchik mashinasiga qilingan texniklarni qoyil bo'lmoqda. Men faqat kitobdan o'rgangan narsalarimni sinab ko'rmoqdim. Bo'ldi, menda yoshirman. Siz laylagan seriqmay arish mashinasimi yaqinda muvaffaqiyat qozonish oldi turdi. Bularning hammasidan xabarim bor. Siz buni nereden bilasiz? Mening tanishuvchi asbobim kecha kunduz sizga hamroh bo'lib ishlaydi. Sizning tanishuvchi asbobingiz qayerda? Mana bu siz dadamdan so'ratgan materiallar. Uzundan beri men buni yenimda saqlab yuratdim. Rahmat sizga. Bu materiallarga bek taqozo bo'lib turibdim. Vaqt allaqachon to'shib qolgandi. To'shibdi. Qanday qilamiz? Qanday qilabdiq? Bizni uyga borimizda? Sizning uyingizgami? Bu mislayga boratdingiz. Valla. Shaharga manga o'xshamamsizlar. Shundoq. Tukulroq. Ahvoldan qaraganda to'mir etangni erib qolgan o'xshamamdi. Bu arvoga chiqib elinglar. Men sizlarni ochliq bilan qo'shib shaharga o'tkazib yetay. Qanday qilasizlar? Aklan.
ketkinni. Hey, berke. Jira. Bana da qarab ketdin o. Akang chiroyli ekan. Akangning chechminiga o'xshaydi-ku. Sizlar nima degan baxtlik. Men dadam bilan to'y qilgan chaqda uning yuzini ko'maytirib qilgandim. Apa, şunu onu konu cemiyet deymiz. Andakçılar emde kemmez ki ketdi. Voy, chapsam bo'g'in. Atdigankida kechikib qolmagin yana. Xatirjam bo'ling. Mana men hozirlamoqman. Xo'sh. Hey, hozirli bo'lsang bak boldir. Yana 2 soat bor. Bog'chi klubi bu yerdan xilili jiroq. U yerga obtiz almashtirishga to'g'ri keladi. Ammo acham meni hargiz kechikib qolma degan. Bu so'zingmi to'g'ri. Uchirish belgisini unutib qolmagansa? Yo'q, u esimda. Hey. Ben diyeceğim bir çok pahalı. Dedim o bastırma. Eğimimni kolumay, vay kolumay. Hanımı yesem neyim bula, vay neyim bula. Ben diyeceğim bir çok pahalı, vay çok pahalı. Aşkında yürgüm yere, yürgüm yere. Kahvedeydi o çok yerim. Kuşlukta öter günüm. Yaşlıkta bir bek kıska, vay bek kıska. Oyun valay cinim, vay cinim. Kahvedeydi o çok yerim, vay çok yerim. Kuşlukta öter günüm, vay öter günüm. Ko'rib oldingmi? Yaxshimikan? Yaxshi. Apa, amsi men ketdim. Xo'sh amisi? Xo'sh amisi? Abduz hijab kamida. Oy, uchira tuturmamdikini? Shundaymi lan? Oy. Hey yo'ldosh, oqiga berib uchira tuturing. Yigit, anda qilmang. Hamma odam o'chira tutsa siz bir odam tartibni buzsangiz bo'lamdi. Ha, kechiring. O'chira tuturibman mana. Qandoq degan qoidasi nima bu? Shu emasmi? Yigit, anda qilmang. Yosh bola degan adab, axloqliq bo'ladigan. O'chiratga bering. Bay men sizga aytdim-ku. Mana shu o'chira olmay nima? Biz sizni oqiga berib turing deyapmiz. Bu nima degan adabsizlik? Topib chiqarish kerak. Toza adabsizlar ekan bu. Qaysidarning adimkina? Nereden kelgan muncha ko'p qaynonam qaynatamladi bu? Jamoat tartibini buzsangizmi, yana sizga yo'l qo'ysak bo'lamdi. Ha? Qandaq degan gap olgan nima bu? Shu emasmi? Chatag'inglar nima? Mening mishayda tug'unim tug'an. Qanday qilasizlar? Ha? O'chira tutur. Saqchini ko'rib o'chirtman. Shunda. Mana tutib turaman chiqolay. Meni jiddiy ishim bor. Yo'ldosh, Tashlab turaman. yo'ldosh. Jiddiy. Oyoq. Mana. Qandoq deganim bu? Qat to'xtabdi. Yaxshimisiz? Qaytib kelibsiz? Ha. Gulnar. Hey Gulnar. Apa, dadam qaytib ketdi. Dadam. Gulnar. Dada. Ishlaychin qizim. Ha. Yaxshi to'dingmi qizim? Qaytib ketdi. Akilingni olay. Ha. Yaxshi to'dinglarmi? Tuyuqsizlik qolmang, apa. Ha. Qaltis qadrli
mehmon bo'lib ketdim-ku. Demisimi, mehmondimni qadrli ko'p ketdilar. Didorlarini oyda yilda bir haqiqatimni ko'rgin olmaydi. Bunda qadrli mehmon bo'ladigan bo'lsam, uzoqda uyga kelsam bo'lg'udak. Yaqindan beri ishlari rostdan aldirash o'g'ach shundoq qilyapman. Bo'lmasa eshikdan kirgizmaydim. Sizlar yezida ishlayotgan 20 necha yil bo'lib qoldi. Bolalarning eng kichik Gulnormi cho'ngib qoldi. Men qachongacha bu uyni o'zim yolg'iz tutaman. Demisiniz, sizdan boshqalarning hammasi shaharga qaytib kelib oldi. Umringizni shu yerda o'tkazaveramiz. Sizmi qaytib keling, dada. Rahmat siz. Qo'lingizni shovlang. Agar ko'p kishilik guruh qarshilik qilmagan bo'lsa, bu chaqqacha bog'vanchilik maydonimiz haqiqiy sotsialistik jannatga aylangan bo'lardi. Hada sizlar yuzini gullandirman, avod qilaman deydikanlar. Sizlar bo'lmaslimi jahonning ish to'xtab qolmaydi-ku. Qolgan umrlarda o'ynimni gullandirib baqmamlar. Men gullandirmasammi? O'zinglar guldimni chiroyli emasmi, ha? Yeni bir necha yil sabr qilsanglar, ash yangi sortib ko'chatlarimning mevasini bir ko'rsam deyman. Ya'ni bir necha yilda o'zlarini qirib bir yerga berib qolalar. Kim deydi meni qiriydi deb? Men ash yangi ko'chatlarga o'xshash kundan kunga gullab yashnayotiman. Dada, siz soat qanchaning avtobusda keldingiz? Soat 3ning avtobusida. Hajab mening yanimga kirmaysizmi? İşinizga daxil qilib qo'ymay deb udulli mashina sozliq zavodiga berib maydonimizga lozimlik bo'lgan mashina uskunlarni o'qishdim. Yana muhim bir ishni zavod rahbarligiga inkos qilib qo'ydim. Qizim, sen kirib tomoq tayyorlig'ini qilgin. Ma'qul. Meni qaytadan qarshi olmoqchimi nima? Qirg'inni tuymaydigan. Qo'ysa unday ketdi. Bunlarning ishini qanday qilamiz? Qanday qiladi? O'g'il bola cho'ng bo'lsa o'ylanadi. Qiz cho'ng bo'lsa yaltiq bo'ladi. Loyiqi joyida bo'lsa uzitib qo'yamiz. O'qish vaqtinglarmi? Qandayroq yetgan? Anglashimcha u bolani ayt yaxshi bola deydi. Men tax ko'rib boqmadim. Bir-birini yoqtiribdimi? Hammachi tanishtiribdi-ki. Ular bugun tunji qatam uchrashmoqchi. Ha. Ular bir-birini yoqtirsa, mayli. Lekin u yigitni men o'z ko'zim bilan bir ko'rib boqay. Avtobus bekitidagi yeyliq boladek bolalarga yo'l qo'yamsan yana. Sizlar kimni da'vatlar? Adabsiz bir bolani. Xudoyim qizimizning baxti taliyini versin. Kunlar bizning eng kichik ozliq qizimiz bo'lsa, hargizim undaq beadab bolalarga yo'l qo'ymasin. Ha, rost. Gullar. Ha? Bu chapanni jiyotin qizim. Voy. Bu yanchiqdagi nima ekan? Bu pichoqni nimicha yering silib oldikini? Akilang, men topshirib beray. Akilanga men bir ko'rib boqay. Voy, bu dal o'zining g'ilibi-ku. Rasli o'zining g'ilibi ekan-ku. Bu chapan kimning? Yeziglik mashina sozliq zavodidagi bir ishchining. Bu g'ilab kimning? Balki o'sha ishchining-ku o'xshaydi. O'kkisi yo'q. Nemishga o'kkisi yo'q deb tillaysan? U degan nihoyat yaxshi bola. O'kkisi yo'q olmay, atdiganda mashinadan kech qilib, ketayotgan mashinaga yugurib esilaman deb, nim bo'lgan bo'g'ilab, mashina ustidagi velosipedga ilinib qopti. Qoidaga xiloflik qilganligi ixro qilmay, yana gapning cho'g'ini qiladi. Men shoferga telefon berib, akaldirib qo'ydim. Nihoyat yaxshi qilsan qizim. Obdan qilsan. Uning tetiqsizligini desam, u akaldirib begim yo'qdi. Biroq o'zim bir davlat xodimi bo'lg'achqa yo'qolgan narsani egisiga qaytarib berish mas'uliyatimni o'ylab, shunday qilishga majbur bo'ldim. Uni xato ayblaman qizim. Bizning bog'vanchilikka berib suv chiqarish mashinasini remont qilib bergan bola shu. U mashinaga ulgurmagandan albatta oldiraydi. Uning butun xiyoli qanday qilib bizning bog'vanchilikka balduroq berib suv chiqarish mashinasini remont qilib berish to'sa. Shundoq bo'lsa, kishiga bema'ni gaplarni qilmasligi kerakda. O nima dedi? Xudoyim sizda qizni ikkinchi manga yo'latmasin dedi. Xudoyim sizda qizni ikkinchi manga yo'latmasin. Qiz valg'im shunda dendigan. Adabsiz. Ha, uni xato ayblamanglar. U kechilik ismindan tushibli yo'lga chiqqan. U mashinaga ulgurmagachga shuncha uzun yo'lni velosiped bilan besib bog'vanchilik maydonimizga berib, dammi olmay suv chiqarish mashinasi bilan apilishib ishladi.
Maşın oğlanğandan keyin bir piyalı çayımı içmey, yeliymişmi yemey, ciddi işim var dep gitip kaldım. O nayeti yaxşı bala. Kızım Gülnar, kolumuzdaki çapanını çapsan jüyüydüm. Eğer bu yıl bağvençilik meydanımız molunsuzluğa erişse, Kerim'e bir töhfe yazıp koyuş gerek. Nima? İsmini Kerim değilim ha? Kerim. Maşinsazlık zavodi onun iş izlerini yeni kestik yazgıdek. Eğer kızımız Gülnar açındak yigitke erişse, Xudayımның bägini. Kerim degen şu mudur? Eğilik çapan, aşı balının çapını. Kerim degen balı şu mu diye? Sen o balını tonamsa? Yok, ben köymügen. Tek köymüdün mü? Yok, ben tek köymügen. Bugün akşam ular yüz görüşüdüğün kelişip diken. Sınav cevablarını kütüp doğan. Eğer aşı balı boğasıla, kızımızın təliyinin kəgini. Ahvaldan qarğandı mən onu. Hata eyiplıqdı məndə. Boldu xotin, sen Gülnar'a eyt. O Kerim'ni öyge teklif kılsın. Ben onun ölen üzen bir sözlü şey. Gülnar çapanını pakız jüpte yalap koysun. Lay la lay 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 lay. Lay la 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 lay 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 lay. Lay la 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 lay 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 lay. La 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 lay 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 lay. Lay la 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 lay la 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 lay. Lay la lay lay la 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 lay.